Qur'oni Karimda Alloh taborak va taolo mu'minlarning sifatlarini bosh surada Alhamdudan keyin sura Baqarada aytadiki, "Zalikal kitabu la rayba fihi." Bu kitobda hech shak shubha yo'q deydi. Va mu'minlarning sifatini aytadi keyin, "Yu'minuna bil g'aybi" deydi. Ular g'aybga ishonadi deydi. Ular namoz o'qiydi deydi. Ular zakot beradi deydi. Sizga nozil qilingan kitobga iymon keltirgan deydi va sizdan oldin nozil qilingan kitoblarga ham iymon keltirgan deydi. Shuncha qilgan go'zal ishlariga Alloh taolo mukofot olib nimani aytadi? Oxirida aytadik, "Ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun" deydi. Bular to'g'ri yo'lda deydi. Shu ish qilgan odamlar to'g'ri yo'lda deydi. Xudo tomonidan ular to'g'ri yo'lga solindilar deydi va ular oxir najot topdilar deydi. Faqat shular najot topadi deydi. Bir odam Hazrat Tahonaviydan savol qilib so'ragan ekan. Mo'min bandalarning qilgan shu ishlariga mukofot qilib Alloh taolo ular to'g'ri yo'lda deb qo'ya qolyapti. Ular najot topadi oxirida, g'alabaga erishadi degan gapni mukofot deb qabul qilsak, tushunsak bo'ladi. Ammo to'g'ri yo'lda ketyapti degan gap qanaqasiga mukofot bo'ladi debdi. Va savol tushunarlimi? Ikkita narsa mukofot qilyapti, to'g'ri yo'lda deyapti va ular najot topdi deyapti. Najot topdi mukofot deb tushunsak bo'ladi, lekin to'g'ri yo'lda degan gapni qanday qilib tushunamiz mukofotligini deydi. Desa, sizlar bu gapni tushunmagan bo'lsalar, bitta misol bilan aytib tushuntirib qo'yaman sizlarga deydi. Men deydi o'zimizni qishlog'imizdan deydi bir poyezdga o'tirdim deydi. Va poyezd ketish kerak, men Laknov degan shaharga borishim kerak. Laknov viloyati markazi. Laknovga ketishim kerak, Laknov bu tomonda. Bu tomon Dehli, poytaxt. Poyezdga chiqdim deydi. Dehli bilan bizni o'tirgan yo'limiz o'rtasida 70 kilometrdan keyin Merat degan joy bor. Bir odam Meratga borish kerak ekan, Laknovga ketadigan poyezdga o'tiryapti. O'ylaganki, teplovozi bu yoqda deb o'ylagan u. Kelib kelsa platformada shu mashina turgan, poyezd turgan, shu o'tirgan. Men ham o'tirdim deylar. Poyezd yurib ketgandan keyin odam bildi. Bu tomonga ketarmidi dedi. "Siz qayerga borardingiz?" dedim. "Men Meratga borishim kerak edi" dedi. Bu Laknovga ketyapti bu poyezd dedim. U bechora sakrab tushay desa poyezd tezlab ketib qoldi, sakrab tusha olmadi deydi. Poyezd qancha tezlagan sari meni xotirjamligim ziyoda bo'ldi, uni g'ami, tashvishi ziyoda bo'ldi. Shunda bildimki, ketayotgan yo'lini to'g'ri yo'lda ekanligini bilish ham odamni rohatlantirar ekan deydi. Innaka ala siratin mustaqimda payg'ambar alayhisolamda siz to'g'ri yo'lda ketyapsiz deyaptimi? Demak, sizni ortingizdan ergashgan odam ham to'g'ri jannatga ketyapti. Mo'min odamga dunyoda Xudo bergan naqd shu, mukofot shu. Ketayotgan yo'lini to'g'ri yo'l ekanligini bilish odamni rohatlantiradi, lazzatlantiradi deydi.